Assalomu alaykum aziz kino ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan yaqindagina premyerasi bo'lib o'tgan Uyga qaytish filmi haqida gaplashamiz. Filmda bosh rollarni o'zbek kinosining taniqli aktrisalari Asal Shodiyeva, Sitora Alimjonova va Feruza Yusupova ijro etishgan. Bu film nafaqat sarguzasht, balki do'stlik va insoniy qadriyatlar haqida chuqur o'ylantiruvchi bir asar. Film syujetida 3 dugona tasodifan hayot sinovlariga to'qnash kelishadi. Ulardan biri otasi og'ir kasal bo'lgani uchun tezroq uyga yetib borish kerak bo'lsa, boshqasi esa to'yiga atiga bir necha kun qolgan bo'ladi. Lekin taqdir ularni kutilmagan holatga olib kiradi. Ular ijaraga olgan mashina aslida berilishi kerak bo'lmagan sirli avtomobil bo'lib chiqadi. Mashinaning ichida esa katta miqdordagi pul va bir fleshka bor bo'ladi. Avvaliga dugonalar hayratda qolishadi. Bu pul bizniki emas, tegmasak-chi, deydi ulardan biri. Ammo hayotda hamma narsa ham oson emas. Kimdir bu pullar yordamida otasini davolashi mumkinligi haqida o'ylasa, kimdir esa bu pullar orqasida xavf yotganini o'ylaydi. Ular yo'l davomida tunab qolishadi va shu yerda hammasi o'zgaradi. Pul, sadoqat, halollik. Bular orasida inson qanday tanlov qiladi? Ularni orqalaridan pulning asl egalari kuzatib boradi. Eng dahshatlisi, qizlardan biri bloger bo'lgani uchun ularning joylashuvini Instagram sahifasidan topib olishadi. Voqealar tobora keskin tus oladi. Ulardan biri kichik kelishmovchilik tufayli bir chetda yig'lab o'tirgan bir paytda qolgan dugonalarini begona kimsalar garovga olishadi. Qiz yashirinishga urinadi, lekin yuragidagi azobdan, vijdonidagi og'riqdan qutula olmaydi. U eslaydi dugonasining aytgan achchiq so'zlarini. Halollikdan ustun narsa yo'q. Pul insonni baxtli qilmaydi. Shu payt u qaror qiladi, pulni qaytaradi, dugonalarini qutqaradi. Va eng muhimi, politsiyaga borib, hammasini rostini aytadi. Film aynan shu joyida tomoshabinni o'ylashga majbur qiladi. Siz bo'lganingizda nima qilardingiz? Pulni olib jim yurarmidingiz yoki halollikni tanlarmidingiz? Kino tahlil sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.